hozir biz siz bilan tahlil qiladigan mavzu bemorimiz Koreyada, lekin ayni damda qorin sohasidagi og'riqlarga, dam borishlarga, diskomfortlarga shikoyat qildilar va o'sha o'zlarining yashash hududlari hozirgi Koreyada shu biz jo'natgan laborator tekshiruvdan, instrumental tekshiruvdan o'tib natijasini jo'natganlar. Shuni siz bilan analiz qilib chiqamiz. Bemorimizga shu turdagi analiz ro'yxatini bergandik va mana endi atletlarini tashlayaptilar. Demak, tekshiruvlar ro'yxatida qorin bo'shlig'i a'zolar УЗИsi, ЭГДФС, общий анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма, Helicobacter pylori, immunoglobulin M, ya'ni o'stra infeksiya holati qolgan ALTdan boshlab to LPONPgacha bo'lgan joy bu biokimik qism hisoblanadi. O'sha oshqozonchilik sistemasini funksional holatini ko'rsatib beradigan analizlar ro'yxati va keyingisi gepatit B'si, bu infeksion holatni ham bizani tur kasalliklarda inkor etish kerak bo'ladi. Vitamin D tahlili. Demak, ketdik. Demak, bularni tekshiruv xulosalarini ko'radigan bo'lsak, demak, birinchisi ALT fermentlari ko'rishimiz mumkin hozircha norma doirasida. Keyingisida gamma glutamin transferaza